Tajribasiz va 0%. Bu juda yomon. Demak, bugun sizlar bilan HTB Labs'ni ko'rib chiqamiz. Bu HTB Akademiyaning HTB Labs bo'limida joylashgan bo'ladi. Ethical hacker bo'laman desangiz, HTBdagi barcha laboratoriyalarni ishlab chiqishingiz kerak bo'ladi. Chunki bu yerda barchasi amaliy hisoblanadi. Amaliy tarzda virtual mashinalarni zaifliklari orqali buzib kirasiz. Yangi boshlayotganlar uchun boshlang'ich nuqta yaxshi variant hisoblanadi. Chunki bu yerda easy mashinalar joylashgan bo'ladi. Bu yerda ketma-ketlikda siz o'rganib borasiz. 0-daraja, 1-daraja yoki 2-darajali mashinalarni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Mana misol uchun 1-darajali mashinalar bu yerda joylashgan hisoblanadi va ularning holati 2-darajali mashinalarning ham holati, ya'ni 0%. Biz agar bajarib boraversak, bu foiz yuqorilashib boradi. Mashinalar qismida siz barcha mashinalarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda hammasi ketma-ketlikda joylashtirilgan yoki bo'lmasa sozlab olsangiz ham bo'ladi. Hozirgi vaqtda faol mashinalarni ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi yoki bo'lmasa tugatilgan mashinalar ham bu yerda bor. Siz bu yerda sherli qismini ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Tracklar qismida esa o'sha har bitta virtual mashinalar ham ko'rsatilgan bo'ladi, ya'ni oson, o'rta va hard qismlari berilgan. Pro lablarda esa, ya'ni professionallar uchun berilgan virtual mashinalar bu yerda hammasi jamlangan, ya'ni qiyinchilik darajasi yuqoriroq desak bo'ladi. Va reyting qismida esa mana siz akkauntingizni nechinchi reytingda turganligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endilikda biz virtual mashinalarni ishlashni boshlasak bo'ladi. Ya'ni birinchi virtual mashinamiz, ya'ni mushukcha tarzda berilgan ekan, shuni ko'rib chiqamiz sizlar bilan hozir. Ya'ni bizga aytyapti, maqsadli mashinaga hujum qilish uchun siz bitta tarmoqda bo'lishingiz kerak. Quyidagi variantlardan biri o'sha tanlashingiz kerak bo'ladi deb. Ya'ni VPNga ulanishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni PWNbox bilan bog'lanish yoki OpenVPN bilan ulanish. Ya'ni ulanib ko'ramiz. Mana ulanishni bosdik. Bu yerda davlat berilgan, ya'ni PWNboxni bog'lanamiz. Ya'ni virtual mashina bilan bog'lanyapmiz hozir. Ya'ni bu yerda biz o'sha virtual mashina haqida to'liq ma'lumotni olsak bo'ladi. Qanday qilib ulanishimiz, barchasi shu yerda ko'rsatilgan. Bemalol o'qib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Biz mana VPNga ulanib oldik, virtual mashinani ham ishlatib oldik. Endi ishga tushirishimiz kerak bo'ladi. Va mana bu yerda bizga topshiriqlar berilgan. Mashina haqida ham ma'lumotlar berilgan. O'sha mashinamiz haqida ma'lumotlarni ko'rsangiz bo'ladi. Mana virtual mashinamiz bu yerda turibdi. Uni chiqarsak bo'ladi bu yerga. O'tkazamiz, ya'ni katta ekran qilib olamiz o'zimiz ishlashligimiz uchun. Mana IP manzilni ham berdi. Endi shu IP manzilni skanerlab chiqamiz. Endi shu IP manzilni skanerlaymiz va flightni topamiz. Birinchi navbatda ping so'rov jo'natamiz. Ya'ni haqiqatdan ham bu ishlab turibdimi deb. Mana ping so'rovimiz ketdi, demak ishlayapti ekan. Keyin esa Nmap orqali skanerlaymiz. Ya'ni -SV, ya'ni versiyalar orqali skanerlaylik. Bizga ma'lumotlarni chiqarish kerak. Mana bizga chiqardi, ya'ni portini chiqardi. 23-port TCPda ishlayapti ekan, ochiq. Ya'ni telnet ulanishimiz uchun ochiq ekan. Biz mana shu telnet xizmatiga ulanib ko'ramiz. Ya'ni default holatda login parolni terib ko'ramiz. Ulanishimiz mumkin bo'ladi. Telnet deymiz va undan keyin IP manzilni yozishimiz kerak bo'ladi. Va bizga hozir login va parolni so'rashadi. Lekin login parol mana endi chiqdi. Hozir login va parolni teramiz. Pichi qotib ishlayapti. Menimcha internet muammosi bo'lsa kerak. Demak, loginimiz misol uchun admin bo'lishi mumkin. Parol ham admin deb terib ko'ramiz.
Yo'q, menimcha xato bo'ldi. Ha, demak loginimiz root ekan. Root qilib terganimizda keyingina chiqdi. Mana biz telnet orqali unga ulandik va unda flag teksti turibdi ekan. Mana shu flagni biz o'qib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ichida biz izlayotgan flagimiz joylashtirilgan. Mana biz flagni topdik va flagni savolga joylashtirsak bo'ldi. Va lekin bu yerda ko'plab topshiriqlar berilgan. Shu topshiriqlarni ko'ramiz. Ya'ni virtual mashinani qisqartmasi nima deyapti? Virtual machine. Jo'natamiz. Ikkinchi savolga qaraydigan bo'lsak, ya'ni qaysi shell qobiqdan foydalandingiz deb aytishyapti. Ya'ni biz terminaldan foydalandik. Terminal deb yozsak, mana javobimiz to'g'ri. Uchinchi savolda qaysi VPN dan foydalandingiz? Ya'ni OpenVPN dan biz foydalandik. Ya'ni o'sha orqali biz ulangan edik. Ya'ni 4-savolda aytyaptiki, SMP so'rovini yuborishdan qaysi koddan foydalandingiz deyapti. Ya'ni biz ping kodidan foydalandik. Ya'ni 5-sida aytyaptiki, tarmoqda nima orqali skaner qilamiz? Ya'ni Nmap orqali biz skaner qildik. 6-savolda aytyaptiki, 23-portda turgan ulanish nuqtasi nima deyapti? Ya'ni telnet edi. Ya'ni ulanish protokoli hisoblanadi. Xo'p, 7-savolda aytyaptiki, o'sha kirganingizdan keyin, telnetga ulanganingizdan keyin loginingiz nima deyapti? Ya'ni root edi. Endi biz flagni joylashtirsak bo'ladi. Mana bizni topgan flagimiz. Mana shuni kooperativ stavit qilib joylashtirib qo'ysak, savolni ishlab bo'lgan bo'lamiz. Demak, mana joyladik va to'g'ri. Endi demak, mana bu savol bo'yicha qiyinlik darajasini so'rashyapti. Misol uchun biz uchun oson. Juda oson desak ham bo'ladi, oson desak ham bo'ladi. Bo'ldi, jo'natdik va shu bilan biz bu labni, ya'ni virtual mashinani tugatdik.